Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xitoy atalmış Şinjan hujjatlaridan keyin uchur kontrolligini texnik kuchaytirgan. Dunyodagi eng chong hakkerlar yig'inida Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilik uchrayotganligi qayd qilindi. Türk sayohatchi Urumchiga xushal berib, qayg'u bilan qaytib keldim dedi. Sog'lomlik haqida savol. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsun. Yaqında oshkorlangan atalmış Şinjan hujjatlaridan keyin Xitoy hukumatining uchur kontrolligini qattiq kuchaytirib, lagerlarga doir sonli uchurlarni o'chirayotganligi, hujjatlarni yo'qotayotganligi ilgari surilmoqda. Amerika Birleşme Agentligining 14 dekabr xabarida bildirishicha, yaqında Xitoyning lagerlarga doir 403 betlik maxfiy hujjati Nyu-York vaqti kezdida oshkorlangandan keyin atalmış abnum rayonlik partikum yuqori darajalik amaldorlarni ko'p qatim yig'inga chaqirib, Şinjan hujjatlarining oshkorlanib ketishiga qanday inkas bildirishni muzokara qilgan. Xabarda Xitoy hukumat xodimlari bilan aloqasi bor kishilarning so'zi naql keltirilib, bu yig'inlarda amaldorlarning voqeaga qanday inkas bildirishi munozir qilinganligi. U xil yig'inlarning Washingtondagi Xalqaro tekshirish axborotchilik institutining 24 betlik maxfiy hujjati e'lon qilingandan keyin davom qilganligi bildirilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Uyg'ur abnum rayonlik partikum har qaysi ijtimoiy rayonlarga buyruq tushirib, o'z tavallikidagi Uyg'urlarning, jumladan tutqunlarning ahvoliga doir sazgur jadvallarni ko'ydirib etishni, ishxonalarning kompyuterlarini tozalab yo'qotishni, shundaqla lagerlarga aloqador uchurlarni internetga bog'lanmagan sonli uchur omborlarida saqlab, tor buzg'unchilarning uningga kirishining oldini olishni qattiq talab qilgan. Doirlarning tutqunlarning qo'lidagi dalillarni yig'ib olayotganligi, sobiq tutqunlardan ular qo'yib berilganda qo'liga berilgan uqtirishni qaytarib berishni talab qilayotganligi, ba'zi tutqunlarning uyini aqtirib, agar ular qog'ozni topshirmasa, muddatsiz qamoq hukm qilish bilan tahdid solganligi ilgari surilgan. Xabarda qayd qilinishicha, ba'zi hukumat xizmatchilari Şinjan hujjatlarini oshkorlashga chetilib tutqun qilingan. Xalqaro taratqularda Şinjan hujjatlari deb atalgan Xitoyning lagerlar haqidagi 24 betlik hujjatini yaqinda Gollandiyadagi Uyg'ur ziyolisi Asiya xonim o'zining oshkorlaganligini e'lon qilgan. Bu hujjatlar lagerlarning haqiqiy mohiyatiga doir nurg'un maxfiyatliklarni oshkorlab, xalqaroda qattiq g'ulg'ul qo'zg'agan. Amerikalik kompyuter olimi Roger Dengildayn bu yilqi DFCon 2019da nutq so'zlagan bo'lib, nutq temisi to'saqqa qarshi yangi qadamda Uyg'urlarning ichinishlik ahvolini so'zlab, Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilik uchrayotganligini alohida ta'kidladi. DFCon yig'ini hakkerlar va cyber dunyosidagi sarxil kishilar bo'lib, necha ming kishi qatnashadigan eng chong yig'ilish bo'lib, har qaysi davlat va rayonlardagi hakkerlar, kompyuter mutaxassislari, davlat mudofaa, maxfiyatlik va har soatdagi kishilar qatnashgan. Roger Dengildaynning asosiy temisi mustabid hukumatlar fuqarolarning uchur erkinligini bo'g'ish uchun nurg'un texnikalarni ishlatayotganligini misol bilan ko'rsatib, bu jihatda Xitoy hukumati eng qattiq qo'l bo'lib, fuqarolarning bexatarligini qo'g'dash niqobini kiyib olib, mustabidlarning o'z fuqarolarining uchur huquqini dafsanda qilayotganligini faktlar bilan ko'rsatib bergan. Uning so'zining 2 minut vaqti maxsus Uyg'ur to'g'risida to'xtalgan bo'lib, tövandikilarni so'zlagan. Men shuni ta'kidlab o'tamanki, Xitoyda Sharq Turkiston deb atalgan bir rayon bor bo'lib, Xitoycha yangi o'lka deb ataladi. Hozir Xitoy fuqarolari bu rayondagi qarindoshlarni qirib tugatmoqda. Ishlar shu darajaga yetdiki, Xitoylar Uyg'urlarning uyida yetib, ularning ustidan kuzatchilik qilib ma'lumot yo'llaydi. Bolalardan ayirib, ularni lagerlarga soladi. Bolalar bilan haftada bir qatim temir reshatka ayirib turgan holatda ko'rishtiriladi. Bolalaringiz bo'lsa, soatlab sizning nachar bir Xitoy fuqarosi ekanligingizni vaqirab turib tanqidlaydi. Xitoylarning Uyg'ur irqini qirayotganligini ko'rdik. Xitoylar bizga qaranglar. Bizda Tor, PGP qatorliq mulozimatlarni ishlatsa bo'ladi deydi. Ammo har bir qadamda yo'qilan rasmiyatlarni so'rab to'sadi. Ular mening asboblarimni ilib olib, bir narsalarni qachilab qo'ydi deganlarni bildirgan. Erkinosiya radiosi xabarida Türk nasldan bo'lgan Germaniya fuqarosi Shinasi Bayroq apandi 11-oyning 12-kunidan 16-kunigacha Urumchi va Turpanga ziyoratga borgan. U qaytib kelgandan keyin Urumchiga xushallik bilan berib, qayg'u bilan qaytdim dedi. Shinasi apandi yosh vaqtlardan boshlab O'rta Osiyo va Uyg'ur tarixiga qiziqib kelgan bo'lib, yaqinda germaniyalik sayohatchilar bilan Urumchiga borgan. Erkinosiya radiosining ziyoratini qabul qilgan Shinasi apandining bildirishicha, u o'zining turk ekanligini bildirmasdan sayohatini davom qilgan. Biroq Urumchida qo'l telefonidagi WhatsApp orqali Istanbuldagi hadisiga telefon qilib so'zlashgandan keyin WhatsApp telefoni ishlamagan. Shuningdek, orqasiga 25 yoshli atrofida birining payloqchilik tushganligini payqagan. Muxbir Shinasi apandi bilan uning Urumchi va Turpan ziyorat to'g'risida suhbat etganda o'zining yillardan beri xalqaro bir tashkilotda xizmat qilganligini, O'rta Osiyo va Ipak yo'li tarixiga qiziqadiganligini, Uyg'urlar turk madaniyatiga nihoyat zo'r tuhfa qo'shgan millat bo'lg'achqa Sharq Turkistonni ziyorat qilishni orzu qiladiganligini, bu yil berish fursati bo'lganligini, boshdan nihoyat xushallik, hayajonlik bilan borgan bo'lsa-mu, biroq u yerdan qayg'u ichida qaytib kelganligini so'zlab, Sharq Turkistonda tunji bo'lib ko'zimga cheliqqini, odatdan tashqari tekshirishga uchraganligi,
Her yerde kamera bekitilganligi, hatta taksi ve avtobuslarning ichidami kameralarning borligini, yo'llarning ham yerida to'siqlar, mashinalarni to'xtatib tekshirishlari, Turpanga borganda bir kun ichida 8 qatam pasportini so'rab tekshirganligi, har to'siqda tizimga elish va turli savollarni so'rashlari, to'siqda navbat saqlayotganlardan Uyg'urlarni oldin chiqarib ayrim so'roq qilayotganligi, Urumchi va Turpan poyezd stansiyalarida Uyg'ur yo'lovchi yo'qligi, faqatla Xitoy yo'lovchilar borligi, masjidlarning qattiq nazorat ostida bo'lib, kameralar to'shib ketganligi, soqchilarning haddidan ko'pligi, masjidda bir qancha yashangan bovoylarni ko'rganligini, ko'pincha masjidlarning qulub silinib taqalganligi yoki muzixonaga aylantirilganligini o'z ko'zi bilan ko'rganligini bildirgan. U yana bozorda, do'konlarda Uyg'urlar bilan ilm setimdan boshqa gapni so'zlashish mumkin emas. Chet elliklar bilan so'zlashdan ehtiyot qilib qo'rqadiganligi, ba'zi yerlarda Uyg'ur savdogarlarning atrofida Xitoy nazoratchilarining kuzatayotganligini, assalomu alaykum deb salom bersa javob bermaganligi, faqat cho'ng bir bozordan boshqa yerda Uyg'urlarni uchratmaganligi, Urumchi Turpanning Xitoylish bo'lganligi, Uyg'ur an'anaviy binokorlikqa oid uylar qolmaganligini ta'kidlagan. Balaning kulkisi bir oila uchun eng baxtli ishdir. Ovoqlar bilan birga bo'lganda ota-ona, urug' tuqqan, do'st birodarlar balani erkiltishni yaxshi ko'radi. Amaliyotda balani ko'proq kuldirish ularning o'sib yetilishiga foydali. Yetilish nuqtasidan qaraganda kulka bir xil intayin yaxshi chiniqish usuli bo'lib, cho'ng mengining yetilishini ilgari surib, jismoniy va ruhiy jihatga sog'lomlikqa foydasi zo'r. Kulginchak bolalarning mijozi ochiq, o'ziga ishonadigan, kayfiyati aktiv, cho'ng bo'lgandan keyin izlanishga mohir, osonla boshqalar bilan chiqishib ketadigan, aloqa iqtidori kuchli bo'ladi. Kayfiyat yaxshi bo'lsa, o'stirgich hormonning ajrilib chiqishi yaxshi bo'ladi va kuchayadi. O bütün bedendeki her qaysi sistemalar, her qaysi a'zolarning yaxshi taraqqiy qilishiga foydali. Odatdagi ahvolda yangi tug'ilgan bovoqlarning chiroy ifodasida kulish alomatlari ko'riladi. 3 oy atrofida bovoqning tabassumini aniq ko'rgili bo'ladi. Bo'libmi tonish chiroy yoki yaxshi ko'radigan o'yinchoqlarni ko'rganda, bovoqlar put-qo'llarini pulanglatib, qaqaqlab kulib ketadi. Kulka bolaning ehtiyojining qondirilgan yoki qondirilmaganligini ma'lum darajada aks ettirib beradi. Ularning qo'rsiq to'ygan, uyqusi qongan, ruhiy holati yaxshi bo'lganda, garchi tashqi g'idiqlash bo'lmasa-mu o'zligidan kulimsiraydi. Kundalik turmushda bolalarning holidan xabar olganda, ota-onalar ularni ko'proq xushal qilish kerak. Bu mu dastlabki aqliy iqtidorni etishning tabiiy usuli. Bolaga ko'proq kulimsirab berish yoki chiroy ifodasi qilish, yangi o'yinchoq rasm kartasi qatorliqlar bilan kuldirish kerak. Biroq bolalarni kuldirishmi bir xil ilm bo'lib, fursatni, kulish darajasi va usulini yaxshi tanlash kerak. Masalan, tomoq vaqtida kuldirganda, yemeklik osonlik qanaga ketib, qiqilib yo'tilishni keltirib chiqaradi. Uxlashdan burun kuldirganda bovoqning uyqusi qochib ketadi yoki kechasi yig'laydi. Uningdan boshqa muvofiq kuldirish, bolani haddidan ziyoda kuldirmaslik kerak. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.